to'g'ri umumiy ma'noda hidoyatlandik, lekin buni tafsilotiga kirsak, juzlarida aksar odamlar hidoyatda emas. Masalan, qancha odamlar jamoatda 5 mahal namoz o'qishda hidoyatda emas yoki imkoniyati bo'la turib solih amallar qilish, ilm talab qilish, infoq ehson qilish, qarindoshchilik aloqalarini bog'lash, yaqinlardan xabar olish yoki qo'shnilarga yaxshi muomala qilish, ularning holidan xabar olish bu borada hidoyatda emas. To'g'ri umumiy ma'noda hidoyatda, lekin mana bu jabhalardan hidoyatda emas, mahrum. Yoki farzand tarbiya qilishda hidoyatda emas qancha odamlar, yoki ayoli bilan chiroyli muomala qilishda hidoyatda emas, oldi-sotdida, tijoratda, bayda hidoyatda emas, vaqt o'tkazishida masalan hidoyatda emas qancha odam. Vaqtlarini qanday o'tkazib yuboryapti, masalan bir kunda qancha Qur'on o'qiyapmiz, qancha ko'p nafl namoz o'qiyapmiz, solih amallar qilyapmiz. Vaqtimizni aksari nima bilan o'tyapti masalan? 24 soatni mana qarab ko'ring. Mana shu joydan bilsak bo'ladiki, biz hidoyatlanganimiz bilan umumiy, lekin hidoyatni mana bu juzlarida aksar holatda hidoyatdan masvo ekanligimizni odam topadi. Alloh taolodan shuning uchun ham ko'proq doim hidoyat so'rashga muhtojmiz. Mana 5 mahal namozda ihdinas sirotal mustaqim, bizlarni to'g'ri yo'lingga hidoyatla deb duo qilamiz. Odam eng yomoni bu hidoyatdaman deb turib zalolatda bo'lishi ekan. O'zini hidoyatdaman deb o'ylaydi, lekin qarasa hayoti dunyoda yurganida butun qiladigan sa'y-harakatlari, hayoti adashuvda, zalolatda o'tayotgan bo'ladi. Bularni eng ziyon ko'rgan odamlar deb aytgan Alloh taolo Qur'onda.